Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa hafta kuniga yakshanba 9-avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 2 lardan syomka qilganmiz. Har xil ranglardan, har xil motorlilari bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa azizlar, kommentariy yili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2011 dan boshlayapmiz. Xo'p, 2011 390 mi yurgan. Motor ходовой korobkalari qanaqa? Motorlari yaxshi, ходовой. 1.6 lyuks 5 konditsioner. Расходi yo'q aka. Rasxoti yo'q. Balonlari yaxshi ekan. Yangimi balon? Ha, yangi. Yangi balon qo'yilgan. Pulti shunikimi? Pultlari bor. Dehqonchilik ekan mashinangizlar. Endi har doim aytyapman, biz bozorda narx so'rayapmiz. Ma'qul kelib qolsa qo'ng'iroq qilib so'rab ko'raverasizlar bemalol. Metanlari bor. 2011 390 mi yurgan. Kraskasi qayerida? Kapotda bor. Aha. Kapotda bor. Kapotda, krilod uchida, Kelgancha orqa kelizoda bor. orqa krilodi. Uslitlari tozami, uslitlari? Ular elektr qilib chiqarilgan o'zi. Bu. Nech pul qo'yaylik aka? 3,5 mingdan pasti bor. 3,5 ming kami bor. Nech pulga bermayapsizlar? 3 ga bermayapmiz. 3 mingning atrofida berilmayapti ekan. Generalni chiqadi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94 94 209 209 43 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol telefon qilib so'rab ko'raverasizlar. Hali bir dadil xaridor ham bo'lmadi. O'zi qo'lini ushlab savdo qilgan. Bemalol qo'ng'iroq qilib so'rab ko'raverasizlar. Nech pul ma'qul kelsa. 2015 dan davom etamiz azizlar. Xo'p. Sonus Euro 280 mi yurgan. Uslitari tozami, yechilgan? Yo'q, yechilmagan. Yechilmagan. 280 mi yurgan 2015. Ikkita detalda. Motor ходовой korobka. Metanlari bor. 280 mi yurgan 2015 aka. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi ikkita detal. Ikkita detalda. Narxi-chi? Narxi 3,5 mingdan beramiz. 3,5 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q, savdo qilmadim. Xo'p. Generalni chiqadimi? Yo'q, 200 olish kerak. Nomiga 200 olish kerak. Variantga sotmaysizlar, ha? Yo'q, 3,5 ming dollar kami bor. Yurgan 260 ming dedingizmi? 280. 280 ming yurgan 2015 ikkita detalda kraskasi bor. Xo'p, uslitlari yechilmagan, toza. Hamma yo'q, zo'r to'rtta baloni ham yangidek. Nech pulga bermadingiz aka? 2800 ga bermadik. Qo'shsa berasizmi? 2800 dollarga berilmabdi. Nomeringiz? 90lik. 90lik 211 211 49 49 raqamiga murojaat qilasizlar. 2014 navbatdagi Nexia 2miz, oppoq rangidan. Qancha yurdi bu? 234. 234 ming yurgan. 234 ming yurgan. Ana. Uslitari tozami, yechilganmi? Uslitari yechilmagan. 234 ming yurgan. Nima rasxoti bor mashinani? Nima rasxoti bor mashinani? Rasxoti gaz va benzin quyilish kerak, xolos. Atarala mashina. Bu Sonus Euro ekan, 2014 234 ming yurgan. Kraskasi bir qator sepilganmi? Suvagi butunmi? Aka, nech pul qo'yaylik? Yaqinroq qilib buni. 3000 berib olib ketishni olasiz. Dem berasizmi? Generalni qilib beraveradi. Suvagi butuna xudo olasa. Bo'laveradi. Nomer aytib berasizmi? 91 603 62 52 Mashinaga barter bormi? Nasiyaga bermaysizmi? 2000 puli bor ham beraman. 1000 dollar puliga yetmay qolsa kelishilgan holatda nasiyaga ham berilar ekan. Yurganlari yaxshi, 234 ming yurgan azizlar. Sonus motor 2014 bir qator sepilgan suvagi butun. Kelishiladi. 2009 navbatdagi Nexia 2miz. Qora rangidan 2009 Sonus Euro motor. Buni yurgani qancha? 341 ming. Motorlarni yo'q qilingan. 341 ming yurgan. 2009 341 ming yurgan. Gazi 30-yilgacha so'raydi. 2009 340 ming yurgan dedingizmi? Kraskasi qayerda? 340 ming. Kraskasi mo'g'ulni pastida uni ol. Bu yerda olasiz, sapocho'da bormi, eshikni buncha o'rniga bor. Mo'g'ulni pastida tepalari toza hamma. Nech pul qo'yaylik buni? Gapishtirib aytaveramiz. 28 dan o'tib beradi. 2800 dan o'tib berasiz. Hujjatlar nima bo'ladi? Genç Xohlagani bo'laveradi.
Variantga sotmaysizmi? Variant ham mizon 1,5 mizon puli borga beraveramiz. Bo'ldi. Nomeringiz? 91 91 172 172 0107. 0107 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 14 toza. Azizlar, Nexia 2 ni tinig'ini so'raganlarga bitta 2014 dan ko'rsatamiz mana. Qancha yurdi bu aka? Yurgani qancha bo'ldi? 199 ming yurgan, 1.6 propanlari bor. 100% tozami? 100%. 1.6 lyuks. Lyuks bez konditsioner ha bu. Bo'ldi, konditsioneri bo'lgan ekan oldi. 2014 199 ming yurgan, 1.6 lyuks konditsioner bo'lgan ekan. Konditsioner ovorilibdi, endi bez konditsioner holatda hozir. Kraskalari 100% toza, propanlari bor. 2014 1.6 Delfin Svetdan kraskasi toza. 199 ming yurdi. Necha pulga qo'yamiz endi buni aka? Xotira to'g'rish uchunmi? Bo'laveradi, xalq uchun. 3900 dan o'tib beramiz. 3900 dan o'tib beramiz. Bunga gen chiqmaydi. Genchga afarmaydi. Nomiga tuz olish kerak. 3900 dan o'tib berilar ekan. 2014 199 ming yurgan toza. Bo'ldi, nomeringiz? 91 91 482 482 04 04 10 raqamiga murojaat qilasizlar. 2014 navbatdagi Nexia 2 miz Euro varianti ekan. Qancha 204 ming yurdi dedingiz? 204 ming kilometr bosib o'tgan. Sonis Euro motor, konditsionerlari bor, roli gidravlika, metan gaz. Tozami bu? Kraskasi toza ekan, balonlarni ko'ringlar. Yaxshi. Kraskalari toza, salon holatlarini ko'ringlar. Yuztalik temir metan gaz qo'yilgan ekan mashinaga. Qo'llarni ko'ring. 2014 Sonis Euro Lux konditsioner 204 ming yurgan. Kraskasi 100% tozami? Petnosi ham yo'qmi buni? Yo'q, petnosi ham. Necha pul qo'yaylik narxini? 5000 kami ham bor deb qo'ying. 5000 kami bor. Bermaganisiz-chi? Ha? Bermaganisiz? Bermagan 44-45 ga hammani olgisi kelyapti. Bo'ldi. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Nomeringiz? 94 94 430 430 1021. 1021 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Nexia 2 miz 2011 1.6. Bu lyuksmi? Lyuks. 2011 ha? Usti tiri yechilganmi, tozami? O'ziniki. 2011. Usti tirlari yechilmagan. Bu Prasto gidravlika bo'lgan ekan, lyuks qilingan ekan saloni. Ochildimi? 2011 qancha yurgan dedingiz aka? 360 ming yurgan. 360 ming yurgan. 360 ming yurgan 2011. Kraskasi qayerda? 15%. 15% bor. Suvagi butunmi? Butun motor garantiyalari zo'r. Bo'ldi. Suvagi butun. Motor korobkalari zo'r deb aytilyapti. Necha pul qo'yaylik endi aka bu? 28 dan ozgina o'tib beraylik. 2800 danmi? Generalni chiqaram? Egasidan chiqaradi. 2800 dan o'tib berilar ekan, bir marta xohlagan hujjat qilib beramiz. Nomeringiz? 95 95 313 04 45. 04 45 raqamiga aloqaga chiqasizlar.